Maxiyoningda bugun yana bitta chiroyli eksklyuzivniy proyektimiz tayyor. Cobalt avtomobilida bo'lgan bu proyektimizga qilingan ishlar narxlariga to'xtalib o'tamiz. Malibu 2 Premier tablo, Malibu 2 original rul, Malibu 2 bar, Cardinal brend ostidagi BMW X7 chexollarimiz sideniya. Bundan keyin Evercore Polik, полный salon black piano, eshigidagi detallari, eshik обшивкаli material часть koja, qolgan detallar black piano bo'lgan, tarp etgan tepa qismlari koja, qolgan detallari black piano bo'lgan, полный salon освещение bo'lgan, tablolar oq rangda, rul, bar hammasi oq, podsvetka ham oq rangda qilingan, pechka, полный salon. Undan keyin TS monitor CC3 o'rnatib berganmiz. Ramkalari black piano buni ham Star Stop hamda Magicar 909 ustanovka qilib berganmiz. Yana bitta eng kerakli o'rnatma bu MLS brendidan video registratorlar o'rnatib berganmiz. Slipoy zonalari bor, umniy rejim bor, GPS'lar ham bor. Joy-joyda ishlab beradi, qotmasdan, eng glavnisi buzilib qolmasdan yaxshi ishlab bergan shu bugungi kunda. Xolisi tayyor. Endi narxlariga to'xtalib o'tamiz, obzorni boshladik. Rul Malibu 2 original ustanovkasi bilan $180. 5 ta knopkasi tabloga ishlaydi. Qolgan orqasi lepistoklari, imanav 2 ta knopkasi multimediyaga ishlaydi. 4 ta knopka cruise control, yoqib, o'chiradi, tezlikni ko'tarib tushirib, отказ qiladi. Palas udержаниyaga dальний migat qilish ulab berganmiz. Bu yoqqa signal ulab ishlatib qo'yamiz. O'rtada ham ishlaydi. Black piano bilan ishlov berilgan rul. $180 ustanovkasi bilan. Malibu 2 barga to'xtalib o'tish shartimiz juda ko'p o'rnatganmiz. Xitoyga original ovoz suruvchi tormoz o'rnatilgan $220 ustanovkasi bilan garantiyalari bilan qilib berganmiz. Bagaj knopkali ulangan, xenobograflari bor knopkasi. Undan keyingisi Premier tablo. Malibu Premier tablolarni o'zini Malibu'ning ramkalari bilan o'rnatiladi. Nikkel detallari, mana ramka o'ziniki. Hech qanaqa ortiqcha переделкалari yo'q. Ulangan, tarpetga ulangan chastlari koja qilingan, mana umuman bilinmaydi. Zavodskoy родной bo'lib chiqqan, mana tepaga ham chiqib ketmagan, mana rulni balansida turibdi. Undan yo'lni to'sib qo'yadigan narsa ham emas. Xo'p, tabloyimiz Premier ustanovkasi bilan $800 chiqadi. Полный rulga ulanadi. Tarp etgan ikkita tepa qismini kojinni qilib beramiz. Yangi tablo o'rnatiladi. Tablodagi hamma funksiyalar yoqib beriladi, o'zlarining halol probeklari chiqarib beriladi. Yoqilgan funksiyalar juda ham ko'p. Birma-bir o'tkazaveraman. Xo'p, bu poyezdka, bu yurilgan masofani o'lchash uchun kerak bo'ladi. Hop, zapas toplivalar bor. Kerakli, ya'ni qo'shimcha yengillik bo'lgan, yengillik ham emas, shu narsaroq bo'lganini obzor qilamiz. Qo'yani shunarli bo'lib turibdi. Hop, mana ham qaranglar. Konditsioner yoqib o'tyapti, o'rtacha soatiga 0.10 litr benzinni yeydi deb ko'rsatib beryapti, deylik bir. Endi qaranglar. Oldi tumanki yondi, yana qo'shildi rasxod, orqa tumanki yondi, dalniy yondi. Ko'rasizlar? Yana qaranglar, spiralni ham yoqib qo'yamiz. Mana. Spiral qo'shildi. 1 soatiga o'rtacha benzin rasxodini ko'rsatib beryapti. Juda ham ko'p funksiyali tablo. Xirayarkilar ishlaydi. Hamma indikatorlari yonadi, pоворотник ovozlari bilan. Xo'p, funksiyalari ko'p, ruldan boshqariladi. Mashinadagi hamma funksiyani mana shu tabloda chiqadi. Mashinadagi o'zini kompyuterlaridan o'qiydi. Hamdaqa performance funksiyalarini ham yoqib qo'yganmiz. Sportniy rejimlar hammasi bor. Tormoz, gaz. Eng qizig'i bu yoqda mana 0 dan 100 ga chiqishini tabloni o'zi o'lchab beradi. To'ch o'lchaydi. Qolganlari ham bor. Xolisi mana bu yoqda ikkita общий запас toplivasi bor. Mana qancha yuradi? Zapravkagacha bu yoqda rasxodlar, akkumulyator voltini ham chiqarsa bo'ladi. Taxometr bu yoqda, suvning temperaturasi bu yoqda, benzin qanchalik ham ko'rsatib turibdi. Xullas, ko'p funksiyali, mashinadagi o'sha skrytli ko'p funksiyani chiqarib beradi tablo. Ishlatib ko'rsatib beradi. Xudo xolisa, tabloyimiz tarpetga kojalar, rulga ulanishlari, ustanovkalari bilan programma hamma $800, yangi tablo o'rnatilgan. Rul 180, bar 220, ruchnoy tormoz original, bagaj hammasi ular ishlatilgan. TCC3 monitor o'rnatilgan $240 ga полный 1 yil garantiyalisini o'rnatib beramiz. Yaxshisi, полный salon black piano bo'lgan, detallarni ko'rasizlar, hamma yaltiroq detal black piano qilingan. Rullari, barlari, knopka $100 bo'lgan. 4 ta eshik обшивка kojasini $50 qilib berganmiz. Star Stop Vatan original $60, Magicar 909imizni ustanovkasi bilan okamlarga $170 ga qilib berdik. Bo'lsa okamga bo'lsin dedi. MLS registrator ustanovkasi bilan $65 chiqqan. Radarlar bor, $230, Neoline
8800 o'rnatilgan, LED farlar qilingan, polni mana. Yonishi, yoritishi ham mushni, liniya bo'lib tushib turadi. Uстановкасы bilan $50. Tumanka Zimmer, tepalari E7 LED bo'lgan. Kardinaldan semyorka dizaynidagi sideniya chexollarimiz da bor. Taqib berishlari bilan $150 ga qilib berdi. U chexollar narxida uстановкасы ichida bo'lib ketdi. Salon podsvetkalar ham bonus bo'lib ketgan. Xolisi bilmadim, primerni 1,5 mingdan 2 minggacha ham rasxod qildilar shekilli. Xudo xolis tayyor, maza haydanglar, inshaalloh yaxshi kunlarda haydasizlar. Yangi mashina ko'p ham yurmagan, 3 ming, 5 ming ekan. 5 ming yurgan mashina. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Maksimga murojaat qilaverasizlar. Ishlar inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Nimadir esdan chiqib qolib ketgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Atak bundan obzor qilingandan boshqa bir qancha mayda-chuyda ishlar hammasi bitib ketgan shu yerda.